Gripp va o'rvidan qanday himoyalanish kerak? Sovuq mavsumda uchraydigan asosiy yuqumli kasalliklar bu gripp va o'rvi, o'tkir respirator virusli infeksiya sanaladi. O'xshash jihatlari ko'p bo'lsa-da, bu ikkisi boshqa kasallik. Gripp yuqumli respirator kasallik, qo'zg'atuvchisi gripp virusi. Qishda va erta bahorda ko'p kuzatiladi. O'rvi o'tkir respirator virusli infeksiyalar guruhi. Bu guruhga respirator sinsitial infeksiya, rinovirus, adenovirus va yuqori nafas yo'llarining boshqa infeksiyalari kiradi. Har ikki kasallik ham havo tomchi yo'li orqali va bemor bilan kontaktga kirishganda yuqadi. Ikkovining belgilari juda o'xshash, ammo gripp xavfliroq. Qanday himoyalanish mumkin? Shaxsiy gigiyena amal qilish, burunni chayish muntazam, niqob taqish, nam tozalash ishlarini olib borish, vaksina qabul qilish. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti mavsumiy yuqumli kasalliklardan, xususan grippdan himoyalanishda eng yaxshi vosita sifatida emlashni tavsiya etadi. Mavsum avvalida grippga qarshi vaksina olish uning yuqtirish ehtimolini 90% ga, og'ir kechish ehtimolini esa 60% ga qisqartiradi. Emlashni kuzning avvalida olish maqsadga muvofiq, chunki kasallik keng tarqalgan davr noyabr-mart oylariga to'g'ri keladi. Davolanish. Har bir organizm individual va kasallikni o'ziga xos tarzda kechiradi. Mavsumiy gripp va o'rvini davolashda quyidagi umumiy tavsiyalarga rioya etish muhim. Yotoq rejimiga qat'iy rioya qiling. Ko'proq suyuqlik, qaynatilgan suv, limonli, malinali, asalli choy iching. Tana haroratini doimiy nazorat qilib turing. Taomnomaga e'tibor qarating. Ishtahangiz bo'lmasa ham ovqatlaning. Bemor yotgan xonani tez-tez shamollatish va kerak. Qanday dorilarni qabul qilish borasida esa oilaviy shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda ish tuting.